Tasavvur qiling, bir ota qiziga so'zlamoqda. Ota nasihat emas, qalbdan chiqqan umr tajribasi bilan yozilgan so'zlar. Qulog'im senda, qizim. Bu samimiy va chuqur ma'noga ega tarbiyaviy asar bo'lib, uning muallifi mashhur murabbiy olim. Bu kitob oddiy nasihatlar to'plami emas. Bu otaning qiziga qilgan mehrli murojaati, qalbidan chiqqan so'zlari, hayotiy tajribasi va iymoniy ogohlantirishlaridir. Asar boshidan oxirigacha bitta ruh hukm suradi: mehr bilan tarbiya qilish. Har bir satrda otaning qalb og'rig'i, tashvishi va umidi sezilib turadi. U qizining dunyo shamollarida yo'qolib ketishini emas, mustahkam daraxtdek ildiz otishini xohlaydi. Ammo bir kun keladi. Hayot seni ikki yo'l chorrahasiga olib keladi. Sen qaysi tomonni tanlaysan? Nafsing aytganini yoki iymoning ko'rsatganini? Sen olomon ortidan ergashtiradigan ovozga quloq tutasanmi yoki qalbing tubidan kelayotgan haqiqatni eshitasanmi? Bu savollarga javobni esa kitobni mutolaa qilib topishingiz mumkin. Kitob kimlar uchun? O'smir va yosh qizlar uchun, qiz farzandi bor ota-onalar uchun, tarbiya masalasida jiddiy qaraydigan har bir inson uchun. Qulog'im senda, qizim. Senga aytadigan gaplarim bor. Yaxshilab eshit. Bilgin, qizim, qiz bola oddiy inson emas. Sen kelajakda onasan. Sen tarbiyachisan. Sen jamiyatning yarmini shakllantiruvchi zotsan. Agar sen to'g'ri yo'lda bo'lsang, kelajak ham to'g'ri bo'ladi. Agar adashsang, butun bir avlod zarar ko'rishi mumkin. Shuning uchun men senga murojaat qilaman. Qalbingga eng muhim haqiqatlarni joylamoqchiman. Qizim, dunyo juda chiroyli ko'rinishi mumkin, ammo unutma, u vaqtinchalik. Haqiqiy go'zallik qalb pokligi va Yaratganga yaqinlikdir. Insonning qadri kiyimi yoki tashqi ko'rinishi bilan emas, hayo va taqvosi bilan belgilanadi. Shuning uchun o'zingni arzonlashtirma, o'z qadringni bil. Yana bir haqiqatni eshit, qizim. Muvaffaqiyatsiz kun qayg'ular ko'p bo'ladigan kun. Bekorchi qolingan kun qayg'u ko'p bo'ladigan kun. Ammo ish harakat ko'p bo'lgan kunlarda g'amlar unutiladi. Qalbda ham qayg'u uchun joy bor, baxt uchun ham. Endi bu sening qo'lingda. Agar qalbingda baxtga ko'proq joy ajratsang, qayg'uga joy qolmaydi. Agar qayg'uga kengroq joy bersang, baxtga joy qolmaydi. Endi aytchi, qizim, qiz bola qila oladigan eng munosib ish nima? Eng yaxshi ish oddiy, qilish oson, lekin doimiy qilinadigan ishdir. Butun umr davom etadigan, yaxshi ta'sir ko'rsatadigan, ko'p savob keltiradigan ish. Bilgin, kichik bo'lsa ham bardavom amal, ko'p bo'lsa ham bardavom bo'lmagan amaldan afzaldir. Qizim, yana bir savol beray. Sen ham opa-singling bilan kim o'zar qilganing uchun qayg'udamsan? Ba'zan opa-singillar orasida poyga boshlanadi. Chiroyda, buyumda, kiyimda, ota-onaning mehrini ko'proq qozonishda. Lekin aytchi, bu poyga hech qachon chin xursandchilik bilan tugaganmi? Bilgin, bunday raqobat 4 bosqichda o'tadi. Avval mol-dunyo va boshqa narsalar atrofida raqobat boshlanadi. Keyin qizg'onish va tortishuvlar keladi. Shundan so'ng hasad paydo bo'ladi. Hasad eng yuqori cho'qqiga yetganda esa aka-uka, opa-singillar bir-biridan voz kechib, kam gaplashadigan, bir-biriga yordam bermaydigan bo'lib qoladi. Mehr uchqunlari qolgan bo'lsa ham bir-birini ko'rishni istamay qolishadi. Nihoyat esa nafrat kiradi va rishtalar butunlay uziladi. Eng achinarlisi, bu bosqichlarning barchasi alamli ko'z yoshlari bilan kechadi. Imom Muslim rivoyat qiladi. Avval raqobatlashasizlar, keyin hasad qilasizlar, keyin yuz ko'rmas bo'lasizlar, oxirida esa g'azablanasizlar. Oqila qiz nima qiladi bilasanmi? U singlisi yoki opasi bilan raqobatlashmaydi. Aksincha o'zining ham, tug'ishganining ham qalbiga sokinlik baxsh etadi. Chunki har bir insonning o'ziga xos ustun jihati bor, zaif tomoni ham. Va yana bir haqiqat, hech kim birovning rizqini olib qo'ya olmaydi. Har bir qizning o'ziga xos chiroyi, qaysidir sohada ilg'orligi, mehr va aql ne'mati bor. Yana bir savol, qizim. Nima uchun qizlar ko'proq mahzun bo'ladi? Chunki ayolning hissiyoti kuchli, ichki sezgilari o'tkir. Ba'zan birgina yomonroq so'z yoki qarash ham qalbini qattiq og'ritadi. Bu esa qayg'ularni ko'paytiradi. Ammo bil, bu sening aybing emas. Bu ayolning o'ziga xos xususiyati. Yana bir sabab, qiz bola jismonan ham nozikroq bo'ladi. Shuning uchun bugundan boshlab qizim,
o'zingga qarshi turishni bas qil. Ko'p qizlar o'ziga past baho beradi. Ular faqat kamchiliklarni ko'radi, hayotdagi muammolarni ko'radi va o'ziga aynan shu kamchiliklardan kelib chiqib baho beradi. Natijada esa o'z qadrini juda past baholaydi. Bu hatto noshukrlikka ham sabab bo'lishi mumkin. Shuning o'rniga o'zingdan so'ra. Hayotdagi mahzunligimning asl sababi nima? Menda nimalar bo'lmagani uchun baxtsizman? Nima baxtiyor qiladi meni? Baxtli kunlarim ham bo'lganmi? Ular nima sababli kelgan edi? Men kim bilan birga bo'lsam xursand bo'laman? Qachon va qayerda o'zimni baxtiyor his qilaman? Yana bir sirni aytaman, qizim. Agar mol dunyoda yoki chiroyda o'zingdan ustun qizlarga qaray bersang, qalbingga qayg'u to'lib ketadi. Hasad va nafrat esa uyqungni ham olib qo'yadi. Buning yechimi bor. Qalb mahzun bo'lishdan oldin o'zingdan kamroq imkoniyatga ega bo'lganlarga qaragin. Shunda qalbingdagi sokinlikni g'am egallamaydi. Yana bir haqiqatni unutma. Bu dunyoda abadiy narsa yo'q. Har bir narsaning oxiri bor. Hatto g'am qayg'uning ham. Har qanday qayg'u bir kun tugaydi. Qalbdagi og'riqlar ham asta-sekin yo'qoladi. Hayotdagi tashvishlar ham o'tadi. Ammo ularning sabri uchun ajr savoblar amal daftarimizga yoziladi. Qizim, yana bir muhim narsa bor. Ota-onaga hurmat. Ota-onalar har doim mukammal bo'lmasligi mumkin, ammo ularning qalbi farzandi uchun uradi. Ba'zan ularning qattiq qo'lligi ortida chuqur qo'rquv va katta mehr yashiringan bo'ladi. Agar qiz bola buni tushunsa, ko'plab tushunmovchiliklar yo'qoladi. Yana bir haqiqatni aytaman. Inson yoshligida hayot abadiydek tuyuladi. Lekin vaqt juda tez o'tadi. Bugun yosh, chiroyli va kuchli bo'lgan inson ertaga qarishi mumkin. Hayo haqida ham eshit. Hayo zaiflik emas, aksincha kuchdir. Hayo qizni himoya qiladi. Uni yomon nigohlardan saqlaydi. Unga ichki oriyat beradi. Shuning uchun men senga shunday deyman. Sen boshqalarga o'xshash uchun emas, Alloh rozi bo'lishi uchun yashagin. Yana bir ogohlantirish, qizim. Do'st tanlash. Inson ko'pincha do'stlariga o'xshab boradi. Yaxshi dugona seni ibodatga undaydi. Yomon dugona esa seni sekin-asta gunohga yetaklaydi. Shuning uchun yaqin insonlarni ehtiyotkorlik bilan tanla. Chunki qalb juda nozik. U tez ta'sirlanadi. Bir ona shunday degan. Qiz bola juda ajoyib bo'ladi. Ba'zan bir narsaga kuladi, ba'zan esa yig'laydi. Yoshligida yangi ko'ylak olib bersangiz, u shunchalik xursand bo'ladiki, uni ham otasiga, ham aka-ukalariga ko'rsatib chiqadi. Ammo katta bo'lgach, chiroyli ko'ylak olib bersangiz ham u ba'zan yig'lab yuboradi. Siz mening o'zim xohlagandek kiyinishimga qo'yib bermaysiz. Yana bir qiz menga boshidan o'tgan voqeani aytgan edi. U hayotining 10 yilini qayg'ular girdobida o'tkazibdi. Har kuni tun qorong'usida soatlab yig'lab o'tirgan. Bu go'yo uning kundalik vazifasiga aylangan. Shunda men unga shunday dedim. Agar sen 10 yil davomida har kuni 1 soatdan yig'lagan bo'lsang, demak 3600 soat yig'lagansan. Bu esa 150 kun degani. Agar o'sha vaqt ichida har kuni atiga 2 oyatdan Qur'on yodlaganingda 10 yil ichida 7200 oyat yodlab qo'ygan bo'larding. Holbuki Qur'onda buncha oyat ham yo'q. Demak qizim, ba'zan inson sig'i bilan Allohning kitobini to'liq yodlashdek imkoniyatni ham qo'ldan boy berib qo'yar ekan. Qulog'im senda qizim degan jumlaning o'zi ham juda chuqur ma'noga ega. Bu e'tibor, yaqinlik va ochiq muloqot ramzi. Go'yo ota qiziga shunday deyayotgandek, men seni eshitishga tayyorman. Sen yolg'iz emassan. Bu ibora aslida har bir oilada bo'lishi kerak bo'lgan muhitni eslatadi. Chunki farzand o'zini eshitilgan his qilsa, u begona joylardan mehr qidirmaydi. Bu kitobni o'qigan inson esa o'zi tekshirib ko'ra boshlaydi. Qizlar o'z xatti-harakatlarini qayta ko'rib chiqadi. Ota-onalar esa farzandiga qanday murojaat qilish haqida o'ylab qoladi. Shuning uchun bu asar nafaqat qizlar uchun, balki tarbiya mas'uliyatini his qiladigan har bir inson uchun foydali. Muallifning asosiy xabari juda aniq. Ayolning kuchi uning pokligida, uning go'zalligi uning iymonida, uning sharafi uning hayo va oriyatidadir. Dunyo ko'p narsani taklif qilishi mumkin, lekin hamma narsa ham foydali emas. Agar qiz bola o'z chegarasini bilsa, u hurmat topadi.
Bu kitob qiz bolaga o'z qadrini eslatadi, uni mustahkam qiladi. Uni o'qigan har bir qiz o'zini qadrlashni, o'zini asrashni va Allohga yaqin bo'lishni yanada chuqurroq anglaydi. Agar sen ham hayot yo'lida mustahkam turishni, qalbingni asrashni, o'z qadriyatlaringni yo'qotmasdan yashashni istasang, Qulog'im senda qizim asari senga haqiqiy yo'lchi yulduz bo'la oladi. Agar ushbu hikoya sizga yoqqan bo'lsa, kitobning o'zini ham albatta o'qib ko'rishni tavsiya qilaman. Chunki kitobdagi fikrlar bundan ham chuqur va ta'sirli. Video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosishni unutmang va 10 daqiqa kanaliga obuna bo'ling. Shunda siz har hafta chiqadigan shunday mazmundagi yangi kitoblarning qisqa va tushunarli sharhlarini o'tkazib yubormaysiz. Yana qanday kitoblar chiqarishini izohlarda yozib qoldiring. Keyingi videolarda yana qiziqarli kitoblar mazmuni bilan uchrashguncha